Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizga Detrix shinasi haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Detrix shinasi son suyagi yuqori uchlik qismidan singan chog'da tez tibbiy yordam tomonidan vaqtinchalik ishlatiladigan shina hisoblanadi. Ya'ni rentgenga tushirguncha yoki shifoxonaga yetib borgunga qadar mana shu shinadan foydalaniladi. Detrix shinasi Detrix tomonidan ishlab chiqarilganligi uchun ushbu nomni olgan. Detrix shinasi 3 qismdan iborat bo'ladi. Demak, asosi, yon qismi va taglik qismdan iborat bo'ladi. Detrix shinasi inson bo'yiga qarab moslanish xususiyatiga ega bo'lgan shina hisoblanadi. Hozirgi kunda xilma-xil shakllari mavjud. Detrix shinasini birinchi qiladigan ishimiz, demak, bemorni qulay sharoitga yotqizib olishimiz kerak bo'ladi va Detrix shinasining tag qismini bemor oyoqlari tag qismiga o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Mana siz ko'rib turibsiz taglik qism qanday qismlardan iborat ekanligini. Demak, vrach qulay o'tirgan holatda taglik qismni bemor jarohatlangan yoki son suyagi singan oyoqning tag qismiga o'rnatiladi. Lentalar albatta qarama-qarshi tomonga o'tkazilib, taglik qism oyoqdan qimirlamaydigan fiksatsiya holatiga keltiradi. Chunki bu oyoqni o'sha mushaklarni tortishi kerak bo'ladi. Lentalar bo'shab ketmasligi uchun mahkam qotirilishi kerak. Tez tibbiy yordamda bunday jarayon albatta tez amalga oshiradi. Hozir videomizda ko'rib turgan jarayoningiz sizga tushunarli bo'lishi uchun sekin-astalik bilan amalga oshiryapti. Agar ikkinchi shifokor ham shu yerda mavjud bo'lsa, demak asosiy qismni bu vaqtda o'rnatayotgan bo'lishi kerak bo'ladi. Son suyagi singan paytda birinchi chora, demak, son mushaklarini qisqarishini oldini olib yoyishga harakat qilishimiz kerak. Chunki bunda son suyaklari bilamiz eng kuchli mushaklar guruhiga kiradi. Bu mushaklar birdaniga qisqargan hisobiga nervni ezib qo'yib, kuchli og'riq vujudga keladi. Natijada og'riq shoki vujudga kelishi mumkin bo'ladi. Demak, asosiy qismni bo'yiga moslab olamiz. Asosiy qismning yuqori qismi qo'ltiq chuqurchasiga joylashtiriladi va qo'ltiq chuqurchasiga joylashtirilgandan so'ng uni fiksatsiyalaymiz, ya'ni inson tanasini qarama-qarshi tomoniga maxsus belbog'lar yordamida, o'zida joylashgan belbog'lar yordamida fiksatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, Detrix shinasining chiqib ketmasligi uchun albatta bu jarayon tezlik bilan amalga oshirilishi kerak. Ko'rib turibsiz, Detrix shinasi qo'ltiq sohasiga kuchliga tiraldi va remen yordamida maxsus fiksatsiya qilinyapti. Keyingi jarayonda tayanch, ya'ni ikkinchi qism mahkamlanadi. Bu chov sohasi chuqurchasiga turish kerak bo'ladi. Hozir o'zingiz videoda ko'rasiz. Demak, ikkinchi qismni ham bo'yiga moslab olamiz va chov sohasiga qo'yib, buni qarama-qarshi tomondagi asosga buni ham qimirlamaslik uchun fiksatsiya qilamiz. Tag qismida ko'rib turibsiz, qayriladigan burchak mavjud. Uni maxsus o'zini oyoq joyiga joylashtirilgan holatda fiksatsiya qilamiz. So'ng yodingizda bo'lsa, oyoqni panja sohasi, ya'ni tag qismiga dastlabki yopishtirgan joyimiz bor edi. Mana shu narsa mushaklarni tortishga anchagina yordam beradi. Imkon qadar biz mushaklarni bo'shashishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana Detrixning keyingi qismini ham, shinasini ham keyingi qismini ham fiksatsiya qildik. Mana ko'rib turibsiz, yog'och moslamasi bor, ip o'ralgan. Bu ip juda mustahkam ip bo'lishi kerak. Chunki biz oyoq son mushaklarni tortayotgan chog'da juda ko'p kuch talab etadi. Demak, taglikni maxsus ip yordamida ipni o'tkazdiramiz. Maxsus joy teshigi bor. Mana shu teshik orqali bog'laymiz va sekin-astalik bilan esha boshlaymiz. Bu eshilish jarayonida son mushaklari bo'shashadi va og'riq hissi kamayadi. Bu rentgenga ham bemorlar bu bilan olib borishimiz mumkin va tez tibbiy yordamga yetkazgunga qadar bemorni anchagina shok holatiga tushishini oldini oladi. Bugungi darsimiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun barchaga rahmat aytamiz.